Amerika muavin prezidenti Mike Pence Sharq Turkiston masalasini yana bir qatim tilga oldi. Mike Pence Avi Marina universitetida so'z qilganda, diniy bostirish dunyo bo'yicha eng ko'p nüfusga ega bo'lgan Xitoyda bag'ansiri kuchaymoqda. Xitoy millionlagan Uyg'urlarni tarbiyalash nomi ostida turmalarda tutmoqda. Bu bir kishilik huquq jinoyatidir dedi. Amerikada yashayotgan Uyg'ur faoliyatchi Tahir Imin, inisi Adil Iminning 10 yillik, Yusufjon Iminning 8 yillik, onasi Turnisa xonimning 10 yillik qamoqqa hukm qilinganligini, jiyanlari G'ofir bilan Niyaz Alining muddatsiz kesilganligini, ularning aybnomasida ochiq qilib, birinchi darajalik tuqquni Tahir Imin Amerikada bo'lgunchilik faoliyatlar bilan shug'ullangan deb yozilganligi ommaviy taratquv hisobida e'lon qilindi. Xitoy hukumatı xalqarada talash tortishga sabab bo'layotgan yig'ilish lagerlarida Uyg'urlarni tarbiyalayotganligini aytib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilayotgan dokladlarni rad qilayotgan bir paytda Zimiston to'rida o'z nomini oshkorlamagan bir shohid lagerlarga qamalg'uvchilar uchrayotgan dafsandichiliklarni fosh qildi. Uning aytishicha, lagerga qamalg'uvchilardan o'tmishda bir jidalga chetilib qolgan, qizil chiroqni besib o'tgan, uyida ruxsatsiz holda pichoq va boshqa tag'liq asboblarni saqlagan degandek atalmış jinoyatlarni sodir qilgan kishilardan 2 dan 4 kishi bo'lgan kishining ismini deb berish talab qilingan. Rad qiluvchilar og'ir tan jazosiga uchirgan. Türkiye Rossiyadan S-400 tiplik boshqariladigan bomba mudofaa sistemasini sotib olgandan keyin Amerika Türkiye'ga F-35 tiplik urush aeroplanlarining zapchastlarini boshqarib berish vaqtini kechiktirganligini e'lon qildi. Amerika Mudofaa Ministrligi Türkiye F-35 turidan chiqib ketib qolsa, tilga elib o'tgan urush aeroplanlarining ishlab chiqarilishida yuz beradigan masalalar uchun kerakli tadbirlarni oladiganligini uqtirdi. Zapchastlarning ishlab chiqarilishi uchun boshqa davlatlarni o'ylashadiganligini bildirdi. Avstraliya ommaviy nashriyat organi Tel Aviv doiralarining ishg'ol ostidagi Golan egizligidagi Yahudi o'ltiraq rayonlarga yangidan 30 ming yangi bino selishni planlaganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Avstraliyaning Golan egizligidagi egalik huquqini e'tirof qilgan qarornomaga imzo qo'ygandan keyin Avstraliya doiralarining rayondagi Yahudi o'ltiraq rayoniga yana 30 ming bino sanmoqchi bo'lganligi bildirildi.